Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Men sizlarga bugun Angliya Premyer Ligasidagi yo'llarimni ko'rsataman. Mana masalan, bugun boshlagan o'yinim bu. Birinchi turda Luton bilan o'ynadik va 3-1 ga yutdik. Torresdan dubl, Lionel Messidan gol. Keyin tarkibini ko'rsatib o'tsam, hujum chizig'ida Fernando Torres va Lionel Messi, yarim himoyachilar Pedri, Florian Wirtz, Phil Foden hamda McAllister sar orttiruvda himoyachilarga yordam beradi. Himoya chizig'imizda Kimmich, Van Dijk, Tony Adams hamda Jasko Gvardiol, varatada Victor Bia. Keyin zaxira maydonga tushmaydigan zaxira o'yinchilarimiz Ederson, Alexander Bastoni, Kylian Mbappe, Dayot Upamecano, Frank Ribery, Nuno Mendes, Mohamed Salah, Vinicius Junior, Frenkie de Jong, Martin Odegaard hamda Alvarez va Trent Alexander-Arnoldlar keyinchalik o'yinni kuchaytirib berish uchun turibdi. O'yinga keladigan bo'lsak, legendada o'ynayman men, chunki qolganlar вообще yutish oson, juda ham oson. Bir kayfiyatini ko'rib chiqamiz jamoamizda. Jamoamiz kayfiyati yaxshi hozircha. Uzr hozir qaysi jamoa bilan qarshi o'ynashimiz ham hisobga olinmabdi. Güneşli bir gün, güzel bir maç için mükemmel kullanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Ipswich Town jamoasiga qarshi o'ynayapmiz azizlar. O'yin ham boshlab oldik. Sal qo'tyapti telefon, chunki video ko'ryapman. Florian Wirtz ajoyib uzatma, Lionel Messi yeta olmadi. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. YouTube'ga olib chiqishimdan maqsad aytadigan bo'lsak, yaqin orada e-futbol bo'yicha O'zbekiston chempionatini o'tkazmoqchiman. O'shanga qo'llab-quvvatlavorsanlaringiz, agar like, podpiska tugmasini bosib, u ham bo'ladi. Xuddi Chempionlar Ligasi qanday bo'lsa o'shanaqa bo'ladi. Prosta bizda Dream Time'imiz bor, mana yig'ib olgan o'yinchilar orzular jamoasi emas, haqiqiy jamoa bo'ladi. Hech kim, hammaning kuchi bir xil bo'lish maqsadida, hamma bir xil bo'lsin, adolat bo'lsin degan maqsadda. Chunki kimdadir o'yinchilar 105, 106 lar bor, kimdadir 99, 98. Ular to'g'ri kelmaydi, chunki o'yinchilarga bog'liq qoladi-da. Outstanding time'da esa o'sha Real Madrid tanlaysizmi? Real Madrid o'yinchisi 84 mi? 84. 90 mi? 90. O'sha Barselona tanlasangiz Rafinha 90 mi? 90. Shunaqa bo'ladi. U o'zingizga bog'liq bo'ladi, yutishingiz yoki yutqazishingiz. Hozir Dream Team qo'ysak, orzular jamoasi 105, 108 o'yinchilar va yangi o'yinchilar moslasha olmasligi mumkin, chunki baribir 105 deb o'tib ketadi indamay. Fernando Torres ochiladimi? Pedri ulgurmadik. Tony Adams olib qo'ysa kerak menimcha. Olmadi. Zarba va yeb qo'ydik. Shuni fikrlaringizni kommentda yozingizlar, o'shanga qarab chempionat qo'ramiz bitta, yaxshigina turnir qilib. Yutuq summasini agar o'zimiz kelishib tashlaymiz, masalan 50 mingdan. Birinchi o'rin jamoaga qarab qo'yaveramiz. 4 ta o'rin bo'ladi. Yarim finalchilarga, finalda yutqazgan komandaga va общий hammani yutganga kubikni olganga beramiz. Yaxshiroq pul beriladi, shunaqa qilib o'zimizga o'zimiz homiy bo'lamiz. Endi o'ziga ishonganlar o'ynaydi-da bu o'yinda. Evet, 3. köşe vuruşu kullanılacak. Messi çok uzağa bakmıyor ve şut. Jasko Gvardiol.
Slabiy udar berib Ani qo'ydi-da, bir Slabiy kontratak udar. şansı. Messi, Foden. Vay, o'tmagani. O'tmadi azizlar, o'tmadi. Tehlike yaratabilir. Foden. Penalti berish kerak bu yerda, penalti. Uy, xato qildi Ipswich o'yinchilar. Yaxshi, ikkinchi tur o'tkazyapmiz. Hozir biz yutishimiz kerak. Chunki chempionlikka da'vogar komandalardan birimiz. Tarkibimiz juda ham kuchli. Shunga erishish uchun legendani bilasizlar, baribir kuchli ular o'yinchisi. Yangilar o'ynolmaydi ham. Bu legendada. Tajribalilar yaxshi o'ynaydi legendada. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Güzel okudu. Hozir sizlar bilan chalg'ib gol ham o'tkazganim esimdan chiqib ketdi. Hujumga borish kerak edi meni komandam. Hakem saatine bakıyor. Her an bitirebilir. Shunaqa gaplar. Adams. İyi okudu. Oddiy bir jaydari turnirimiz qo'ramiz shunaqa qilib. Bunda hech qanday aldash bo'lmaydi, necha kishi qatnashadi, o'shani puli tikiladi, bo'lib beriladi. O'yinchilarga harakatiga qarab shu yutqazgan odam rozi bo'lib chiqib ketadi turnirdan, bo'ldi shu. Ama önümüzde hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. Yoki 60 ta komanda bo'lib qolsa yutqazgan chiqib ketaveradi. Qilib o'shanaqa qilib ham o'ynasak bo'ladi. Henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa 3 ta o'yin o'ynaydi. yarının başlarında gol Nechtasida yutsa o'sha komanda общий gollar hisoblanadi-da. Menga tashlab yuboriladi hammasi. sıçradı. Evet. Yoki videoga olib tashlaysizlar. Videoga olish problema emas, meni o'ylashim bo'yicha. Kajuste kale vuruşunu yakaladı. Geçmeyi başardı. İşte şut. Ve top kontrolden çıkıyor. Fernando Torres. Yüksekten Wow. işini şansa Oh bıraktı. my god, just a man. Umut vadeden bir pozisyon daha Biz sonra. gol urishimiz kerak, biz gol urishimiz kerak. Vay, men past ahvolini. Birazcık gayretle bu farkı kapatabilirler. Sadece biraz vites yükseltmeleri gerek. Voy, qanday bilib qo'yapti bu? Qanday? Bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Bizniki ola olmayapti-yu mana. O'tib ketadi. Bu Foden. Foden. McAllister. Arsenal paslarla ilerlemeyi deniyor. Messi. Kıran kırana enfes bir mücadele. Shtraf yo'qmi? Ezib tashlayapsizlar Messini. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Shunaqa turnir qilish niyat bor, короче, nima deysizlar? Qiz boy bo'ladi. Yigit futbolchi bo'ladi. Messi. Qiz tashlab ketadi yigitni. Voy, qanday zarba. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Gol bo'lish kerak edi bu. Gol bo'lish kerak edi. Remontada qilish ehtimoli bor edi gol bo'lgandagi. Menimcha bu o'yinni boy bermadik. Hali imkoniyat bor. Vites yükseltiyor. Fernando Torres. Voy, Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. ko'ryapsizlar, ikkita moment ura olmadik. Şimdilik geçti. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatli. Messi. Mana Messi, remontada sar qadam. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz. Ajoyib gol urdi Messi, ajoyib. Mana bunday o'tib ketdi va chap oyoqda qanday zarba beryapti Lionel Andres Messi. Phil Foden 1 2 3 mana bum. Lionel Messi. İki tarafta da değişiklikler var. Frank Ribery to'pni olib qo'yishimiz kerak. Mana shu yerda olib qo'ysa agar. Bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları To'pni oldik-ku, qaytarib berdik-da. Nima kerak bu? O'tib ketsa. Çok önemli bir müdahale. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Qanday u oyoq, qanday men past normal beryapman. Hemen
müdahale etti. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Vay belet. Gol! Top ağlarda ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan, savunma oyuncuları kötü izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Günün ikinci golünü attı. Gerisine gelebilir. Eşitlik bozuldu Yemeyin. ve bitirdi. Arsenal maça 3 puan için çıktı ama maçın sonunda 1 puan bile alamadan sahayı terk ediyorlar. Darozom oladigan Bugün to'plarni ham gördükleri o'tkazib hakkında ne yubordi. düşünüyorsun? Bo'lmadi короче o'yin. Birinchi o'rinda degan 8 ga tushib ketdik dedi. Bu Angliya Premyer Ligasi azizlar. To'plarlar bizda, assistentlar bizda ketyapti, lekin bizga mana bu kerak. Muhimi bu.